ba'zi bankomatlarga tiqilgan kartalar hisobidan mijoz buyrug'iga ko'ra mablag' yechilsa-da, bu bankomat pulni naqd shaklda bermayotgan yoki karta tiqilib qolgani to'g'risida ko'plab murojaatlar, jumladan ichki ishlar bo'limlariga ham kelib tushmoqda. Birgina 2025-yilda mamlakat bo'yicha aholi bankomatdan pul yechib olishda 290 ming marta ana shunday noxush holatga to'g'ri kelgan. Ammo shundaki, ana shu 290 ming nafardan ortiq fuqaroning murojaati asosida uning mablag'larini tezkor ravishda olib berish, sanoqli daqiqalarda plastik kartalarni bankomat ichidan qaytarib olishni ta'minlovchi servis xizmatlari yo'lga qo'yilmagan. Fuqarolar tomonidan banklarga qilingan 290 mingta murojaatning 97 mingtasi 2-3 ish kunida, 22 mingtasi 4-6 ish kunida, 9700 tasi 7-15 ish kunida, qariyb 10 mingtasi esa 15 kundan ortiq muddatda ko'rib chiqilgan. Endi tasavvur qiling, 500 ming so'm pulni bankomatdan chiqarib zarur oziq-ovqat yoki dori-darmon sanoqli daqiqalarda olish zarur bo'lgan inson 15 kungacha bank oldida muammoni yechimini kutib o'tirsa, buni qanday izohlash mumkin? Ichki ishlar vazirligining 102 axborot tizimiga bankomatlar faoliyati bilan bog'liq jami 3122 ta murojaat kelib tushgan. Ya'ni ichki ishlar bo'limlari masalan jinoyatchilikni jilovlashda muammolarga duch kelayotgan bir paytda fuqaroning bankomatda tiqilib qolgan kartasini chiqarib olishga ham jalb etilmoqda.